Hop, hozir qiladigan ishimiz bizga Telegram kerak bo'ladi. Telegramga kirib oldik. Telegramga kirgandan so'ng bizga bot kerak bo'ladi. Ya'ni qidiruvdan yozamiz bot bosamiz va bu yerdan new bot komandasini beramiz. New bot hop, endi botimizni ismini yozamiz bu yerga. Hop, endi o'shandan namni yozamiz, ya'ni oxiri bot so'zi bo'lishi kerak. Bot shu oxirida bot so'zi bo'lishi kerak. Cho'tamiz. Mana botimiz tayyor. Endi bizga kerak bo'ladigan programma bu. Telegramdan chiqib ketamiz. Bizga mana bu programma kerak bo'ladi. Mana shu programma. Shu programma orqali qilamiz. Bu programmani o'sha tekshiradigan telefonga o'rnatib qo'yib yashirib qo'yasiz bu programmani. Men shunday davom etaman. Shu programmani tekshiradigan telefoningizga o'rnatib yashirib qo'yasizlar buni. Yashirib qo'ygandan keyin mana o'zi o'rgataman. Shu programmani qaydan olasizlar? Buni Google'dan kirib telefoto desanglar chiqadi. Telefoto desanglar chiqadi. Mana shu birinchisiga bosib skachat qilishingiz mumkin. Agar bunga kirib telefoto desanglar chiqadi. Endi bunga kiram bu yerdan Telegram bot folderdan ochgan botimizning tokenini kopirovat qilib olamiz. Ya'ni shuni kopirovat qilib olamiz. Mana shuni kopirovat qilib olamiz. Mana kopirovat bo'ldi. Endi bu botni tokenini telefotoga kiramiz. Telefotoda xuddi shunaqa narsa chiqadi. Mana shu yerga bosamiz. Endi bizga shu yerga botni tokenini jo'natamiz. Botni tokeni jo'natildi va bu tichka qo'yib qo'yamiz va bu yerga password yozamiz. Ya'ni kodini, masalan men 1 dan 3 4 5 6 7 gacha qo'ydim. Bu o'sha tekshiradigan telefoningizga o'rnatib qo'yasiz. Bu tokenni ham, kodni ham. O'rnatganingizdan keyin get service bosasiz. Get service endi bu yerdan chiqib ketamiz. Telegramga kiramiz. Telegramga kirganimizda mana bot folderga kirib, shu botimizga kiramiz. Botimizga kirgandan so'ng start tugmasini beramiz. Start endi bizdan kodini so'rayapti. Hozir tergan kodimizni so'rayapti. 1 2 3 4 5 6 7 gacha kod qo'ygandik. Endi shu kodni kirgizamiz. Mana botimiz tayyor. Endi bu yerda masalan foto desa qayerda turganini bilib olishingiz mumkin.
Ana hozir rasm jo'natadi bizga. Mana hech nima yo'q, qorong'i joyda videoga olaman shuning uchun. Ana bitta ko'rsatib qo'yaman. Hozir ana rasm jo'natdi. Qorong'i joy. Endi bu yerda kamerani to'g'ri kamerani qilamiz. Kamera modni bosamiz. Bosganimizdan keyin kamera mod bosdik. Bosganimizdan keyin kameraning orqa tomoni, bu esa oldi tomoni. Shuni bilib olinglar. Bizga orqa tomoni kerak. Qani? Endi fotoni bosdik. Hozir rasm jo'natadi. Mana chunki qorong'i joyda olayotganim uchun qorong'i chiqyapti. Ya'ni bu yerda audiolarni mana shu yerdan ham audioni bilib olishinglar mumkin, kim bilan gaplashayotganini. Mana shunday audio qilsak, audio bosdik. Biz 20 sekunddagi kim bilan gaplashganlarini chiqaradi. Ya'ni botimiz tayyor bo'ldi. Endi sizlarga yaxshilab tushuntirib qo'yaman. Mana shu programmani sevgilingizni yo do'stingizni telefon tekshirish uchun shu programmani do'stingizni yo sevgilingizni telefoniga o'rnatib, bu programmani yo'qotib qo'yishingiz kerak. Ya'ni ko'rinmaydigan qilib qo'yishingiz kerak do'stlik telefonida. Keyin o'z telefoningizda yaratgan botingizga kirib, o'sha botingizga start bosganingizdan keyin sizga kodni terishni xohlaydi. Keyin kodni tersangiz, keyin foto, audiolar, har xil kamera, rasmlar qayda turgan bilib olishingiz mumkin. Kanalga a'zo bo'lishni unutmang va obuna bo'lib qo'ying. Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring. Ya'ni meni qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolaman. Ya'ni obuna bo'ling va kommentariyaga o'z fikringizni bildiring.